Tog'a charchamayapsizmi? Tog'amlar bilan bugun kelganmiz. Barchaga assalomu alaykum. Qochqin ziyoratga qaytamiz. Hammaga shukrlar nasib etsin. Keyingi yaxshi joy. Do'stim, charchamayapsanmi? Qo'l ko'tarib qo'y bir. Zafar akam. Qish faslida Hazrat Davud ziyoratgohiga kelishlik maksimal necha pulga chiqadi? Bugun sizlarga chiroyli tarzda hisob-kitobini chiqarib beramiz. Agarda tog'ning tepasiga zinadan emas, otdan ketayotgan bo'lsangiz, azizlar 100 ming so'm nari beri kelishiladigan joyi bor. 2 kilometr masofani zina orqali bosib o'tishlaringizga to'g'ri keladi. Ya'ni piyoda tog'ning tepa qismiga chiqqungacha bo'lgan jarayonni chiroyli tarzda yoritib olishda davom etaman. 1 soat deganda tog'ning tepa qismiga chiqib oldik mana. Bo'ldi o'zi mana bu yoq tekis. Tekislik yuqoriga ketib qoldik. Ziyoratga kiyizlar aka-ukalar. Dam olib ketasiz. Qanday bo'ladi? Ishlar zo'rmi? Xullas, bemalol shoshmasdan chiqaman desak, 1 me'yorda 1 soatdan nari beri plus minus chiqsa bo'lar ekan. Shuncha umuman ko'rinmay ketibdi. O'zi pastda biz turgan joy hozir mana qorli nuqtaga yaqinroq. Qishloqning ko'rinishiga. Gap yo'q mana. Mana izlar. Xo'p, do'stlar, mana g'orda oldiga ham kirib keldik mana. Hozir ancha-muncha odam kam, Sanjob. Qadrdon ichkarida kamera olish mumkin emas. Keldik, yuqoriga chiqdik va qaytyapmiz, g'orga kirdik. Taassurotlar juda boshqacha. Shuncha narsa bor, shuncha narsa. Odam ham kam, bemalol chiqib xotirjam chiqib kelsalaringiz bo'ladi. Hamma narsa arzon. Kattakon rahmat. Lokatsiyani ko'rsatib bo'lsak, shunday chiqqanda, azizlar, mana shu chiqqanda zinani oxiri, ya'ni kirish joyi boshlanadi. Endi marraga yetdik degan joyda mana shu opamlar oldiga kelaverasiz. Aka, qalaysiz? Zo'rmisiz aka? Assalomu alaykum. Hammasi a'lo. Zo'r. Tog'a charchamayapsizmi? Meha do'stim, biroz gapirib qo'y. Mana ziyoratga keldik, kun salqin, isib ketmaysiz. Odam kam, hamma narsa arzon. Shunda uyga qiziqqan narsalarni bemalol arzon qilib olib ketaveramiz. Keladigan joyi xullas. Bittadan layklarni bosib qo'yamiz, qadrdonlar. Kattakon rahmat. Qaytyapmiz mana Oqsoy qishlog'iga yetib keldik. Tog'am do'stlar bilan birgalikda. Xullas, endi eng qiziq joyi qadrdonlar necha puldan chiqishligi, necha pulga tushishligi. 200 ming so'mdan plus minus atrofi odam boshiga to'xta kelib, Hazrat Davud ziyoratgohida ziyorat qilishlik joy hamma rasvot xarajatlari 200 ming so'mdan aylanyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Arzonmi yoki qimmatli kommentariyada qisqacha fikrlarni yozib qo'yamiz. E'tibor uchun rahmat. Bundan keyingi manzilimiz aynan qayer bo'lsin? Yozib ketish yodingizdan chiqmasin. Rahmat hammaga.